oddiygina ana shu tanga, ya'ni temir pul. Mana shu. Narxi qurbi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, bu birodarlar sizni umringiz davomida pushaymonda o'tmasligingizga va undan tashqari tug'ilajak farzandingizni qorinda churra va grijalar bo'lmasligiga kafolat beradi va ta'minlaydi. Ya'ni qandoq foydalanamiz bundan? Yaqinda farzand ko'rmoqchi, ko'rish rejasi bor va hamda yaqin qolgan oilalarga videorolikimni jo'natib qo'ying. Birodarlar, farzand ko'rdingiz, deylik va kindigi tushdi. 2-3 kun, 4 kun o'tgandan keyin kindigi quriydimi? Tanga topasiz, eskimi yangimi farqi yo'q. Ich pul bo'lishidan qat'iy nazar. 3-4 qavat qilib bint urasiz va mana qorin deylik, kindigiga bostirmachi qilib xohlang laka plaster torting, xohlang bint bilan o'rab qo'ying, bostirmacha qilib. 15-20 kun, 1 oygacha qilavering. Qarabsizki, shu bola kelajakda qiz bola bo'lsa, farzand ko'rayotgan vaqtdagi zo'riqishlar bo'ladimi? O'g'il bola bo'lsa, jismoniy zo'riqishlar bo'ladimi? Va voyaga yetguncha qadar zo'riqishlar bo'lishi mumkin, shamollash boshqalar bo'lishi mumkin. Qorindagi grij va churralardan bartaraf bo'ladi. Ya'ni shuni oldini olgan bo'lasiz. Kindik o'z o'rniga yaxshi joylashib oladi. Umri davomida hech qachon qorindagi grijlardan muammo bo'lmaydi, birodarlar. Bu ota bobolarimiz va momolarimizdan qolgan eng qadrli va isbotlab kelingan mini foydasi uslub hisoblanadi, birodarlar. Yaqinda farzand ko'rmoqchi bo'lgan oila qarindoshlaringiz bo'lsa, videomni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, sog' salomat bo'ling. Allohga omonatsiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang, birodarim.